Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mavshanlarchik. Bugungi videolarimizda har xil modlarni sinab ko'ramiz. Bu modlar juda ham ajoyib va qiziqarli. Videoni oxirigacha ko'ring. Biz esa boshlashdan oldin sizlarga bitta gap aytib o'taman. Bu modlarni men o'z Telegram kanaliga joylayman. Lekin o'tgan safar bitta modlarni Telegram kanaliga tashladim. Lekin hech kim Telegramga obuna bo'lmabdi. Men bundan juda ham xafa bo'ldim. Kerak bo'lsa daji 35 ta odam ko'rganda, lekin birortasi ham Telegramimga podpisasiga tashlab qo'ymagan. Keling shu modni kanalimizda, Telegram kanalimizda 35 ta obunachi bo'lsa, aynan shu modni o'z Telegram kanalimga joylayman. Shuning uchun tezroq Telegramimga o'ting va o'zimning kanalimga ham obuna bo'ling. Xullas, kerakchi ko'p so'z o'tirmasdan biz Spark modiga o'tamiz. Kerak bo'lsa bitta oq, sabz rang, ko'k, qizil, kerak bo'lsa qora sparklardan bor rang ko'rib turibsizlar. Bolalar, juda ham ajoyib rangdagi sparklar bu. Bu Spark modi menga juda ham yoqadi va juda ham go'zal detalni ishlangan. Hozir men sizlarga o'sha Spark modini ko'rsatib beraman. Mana bu pastda turibdi, o'z rang ko'rib turibsizlar. Oqi bor, pushtisi bor, ko'k, qizil va boshqa ranglarda ham bor. Kelinglar, men hozir sizlarga qora rangdagi Spark va pushti rangdagi Sparkni ko'rsataman. Bunaqa yegan hazillarim bilan sizlarni boshlaringni og'ritmoqchi emasman. Kelinglar, Sparkni qanday minishni o'rgataman. Birinchi sizlarga bitta Spark modi kerak bo'ladi va Sparkni paydo qilganlaridan keyin o'z rang ko'rdilar, juda ham ajoyib paydo bo'ldi. Buni ursa ham bo'ladi kerak bo'lsa. Ajoyib Spark, aynan seriya rangdagini oldim. Uni ovqatlantirish kerak. Xohlagan rangdagi birorta rang borki, Minecraftda ko'k, qizil ranglar borki, o'sha bilan sizlar ovqatlantirsanglar bo'ladi. Hozir tem degan yozuv chiqdi. Mana tem degan yozuv chiqsa, ustiga bosasizlar, mana o'z rang ko'rib turibsiz. Yurakchalar chiqquncha ichiga bosib turganlaridan keyin sizlarga menimcha o'rganadi. O'rgangandan keyin o'rnlaringdan turasizlarda, sandiqda o'rasizlar, orqasiga kelib turib o'tirasizlar, keyin attach chest degan yozuvni ko'rinsa agar ustiga bitta bosasizlar, kapot yopiladi o'z rang ko'rib turganlaringdek. Mana yopilib qoldi mana kapotimiz. Va keyin right degan tugmani bosasizlar va invertarni bosib turib, sandiqqa bosib turib, kalitni bunday o'rtaga qo'yasizlar va bizning Spark ishga tushdi. Lekin nimagadir videoning ovozi eshitilmay qoldi. Mayli, biza ketdi yo'lga, ko'ryapsizlarmi, nimagadir qotyapti. Menimcha qanaqadir mod bilamanimcha. Xullas, kerakchi Spark modini ko'ryapsizlar, kerak bo'lsa kalish degan so'zni ko'p ishlatyapman. Xullas deymiz, o'zbekimiz chunki har burilsam burilib ham aylanyapti, qoyil. Lekin mashinadan tushamiz va keyingi modlarni obzor qilish uchun ketamiz. Va bu Sparkni qanday yo'q qilaman desanglar, oldiga kelasizlar va kelib turib, bitta urasizlar, ikki urasizlar, uch urasizlar, to'rt urasizlar. Kerak bo'lsa arbaletni olib turib, kallasiga qaratib turib, o'qitib tag' o'tasizlar. Bu mashina qandaydir qilib arbaletni o'qidan tirik qoldi. Uni savolaymiz bolalar. Yaxshilab savolaymiz. Yo'q, men qilich topib turib savolayman. Chunki men nimaman, vahshiyman bolalar. Shuning uchun videoga like bosib qo'yinglar. Bo'lsam ertaga uylarga kelib turib, mayli, kerakchi. Biza keyingi modimizda Daewoo Toska. Bu qanaqadir bu ham mashina ekan. Qanaqadir bizning Nexia o'xshab ketar ekan ko'proq. Mayli, orqasi lekin vobshe boshqacha. Shu mashina qaytadir ko'rgandim, lekin bozorlarda sizlar ham menimcha ko'rgansizlar. Vasha menga tanish mashina ko'rinyapti. Mana Daewoo belgisi ham bor, Matizlarda bo'lardi, kim esida bo'lsa agar. Bu mashina saloni chiroyli ekan, lekin buni ruli aylanmas ekan. Bunchalik detalni qilishmabdi, lekin mashina sifatida bemalol minib yurgan bo'lardim. Serial yoki videoda bemalol minib yursanglar bo'ladi, lekin Spark taqa zo'rbasi, lekin bo'laveradi. Yaxshi mashina. Buni ham hozir urib savolaymiz bolalar. Nimaga urilmayapti, tushunmadim. Urar kallanga, makallanga, uni kallasi yo'q, mayli eshigiga qaratib turib. Keyingi o'zimizda bu TNTlar demoqchi edim, lekin bu TNTlarni o'tgan videoda sinab ko'rganman. Lekin juda ham ajoyib video bo'lgan, u ko'p prosmotr bo'lmagan. Shu TNTlar qanaqa zo'r portlashini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kanalga o'tib bemalol ko'rib olsanglar bo'laveradi bolalar. Eng qizig'i, men bu videoni olgandan keyin ovoz beryapman. Bolalar, to'g'ri. Chunki video ovozi o'chib ketibdi. Shuning uchun men juda ham qattiq siqilganman. Videoning ovozi eshitilmay qolibdi. Shuning uchun men qaytadan ovoz beryapman. Mayli, bu yangi bitta mod o'rnatdim. Qani kamonni qanaqa qilib berar ekan? Portatar ekan bolalar. Bu asli shunchaki kamonni resurs pakimi desam, yo'q, portatar ekan. Kelinglar, shuni qanaqadir modda sinab ko'ramiz.
Misol uchun jitel sinab ko'ramiz. Jitel qaniydi? Mana jitel topdik va bizani ajoyib bo'lgan pushkamizni sal uzoqroq sinab ko'ramiz. Chunki nimaga? Chunki ko'proq urina olish uchun demoqchi edim. Bittada o'lib qoldik bolalar. Ko'ryapsizlarmi qanchalik kuchli qurol bu? Bu qurolni даже Thanos ham ko'rsa yig'lab yuboradigan darajada qurol. Bu Molotov kokteylni ishlata olmayapman. O'tgan videoda portlatdim. Qanaqadir olov chiqdi, lekin vashli bo'lmadi. Keyin nastroykadan nimadir qilib to'g'rilab ko'raman. Keyin normalga qo'yaman. Normalga qo'yib chiqib turib, qani bo'lmayapti bolalar. Portlatib turib olov chiqarish kerak edi. O'tgan videoda sinab ko'rdim. Buni nimagadir ishlanmayapti. Eksperiment yoqqanman doktorlarda. Eksperiment yoqqan ekanman bolalar. Nimaga unda nito turibdi tushunmayapman shunga vashiyatda. Mayli, videoga like bosib qo'yinglar bolalar, shuncha mehnatga ketgancha chiqib turamiz. Va bo'lmayapti bolalar, bizani aldab ketishdi. Stop bolalar, videodan chiqib ketmanglar. Men sizlarga juda ham muhim gapim bor. Shuncha misol uchun men sizlarga даже 1 yil bo'ldi. Men 1 yilda attiga 2000 ta obunachi yig'dim, qolganlar 5000 yig'yapti. Sababi nimaga? Men qiziqarli kontent qilyapman, lekin preview masalasiga kelsak, men unchalik yaxshi preview qila olmayapmanmi deyman, uncha yaxshi prosmotr bo'lmayapti. Lekin yaxshi prosmotr bo'lsa ham like unchalik bo'lmayapti bolalar. O'tgan videoda vashli mod obzor qildim. Qiziqarli videolar qilyapman, lekin kam prosmotryapti. Aktiv tushib ketganmi deyman-da bolalar. Bu videonidagi modlarni Telegram kanaliga tashlayman, lekin 35 ta obunachi bo'lsa. Chunki o'tgan videoda hech kim obuna bo'lmabdi-da bolalar, shunga siqildim. Shunga o'zim qanaqadir qarorlar chiqarib olyapman, xafa bo'lmaysizlar. Siz aktiv tushib ketgandan mahfumman, lekin bu videoga aktivni chotki qilib bersanglar, men albatta sizlardan juda ham ajoyib kontent, sizlardan esa like bolalar. Bu gapim ko'pchilikka zerikarli bo'lib ketgandir, ko'pchilikka yoqmayotgandir даже. Barchaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan o'sha nurchik bo'ldim. Ha, yeah. Adieu.